odamlar bor ekan. Pashol ты нахуй bek, onangni sikaman sen yibani qozoqni. Dalbayobskiy millat. Ves Qozog'istonda men sikaman, onangni sikaydi bolasi, yibanutik suka. Qozog'istoningga qo'ttog'im seni. Prezidentingni ham qo'shib sikaman seni. Sikkan joyim bor Qozog'istonda, suka bilat. Gandon. Ves Qozog'istonda onasini men sikaman. Onangni sikaysan. Realnida o'zbeklarga na hosilma na tupurib qo'ygan joyim bor sen, yibandi bilat. Yibani qozoq suka. Turqinga qo'ttog'im. Qorakaga tekinga roltin berishdi. Qoraka tekinga roltin yeyapti. Dariyalida o'zbeklarga osilmaylar naxu, jalabti bollari. Scuration naxu. O'zbeklarni naxu yoqda qiynislar-ku, nima deysizlar? O'zbeklar sard deysizlarmi? Sard, shishingamiga ski deysizlarmi? Realida mana men Qozog'istonda bo'lganimda o'zbeklarga sard deydi. Seni otang yoki onang naxu sard. Gandon onangni skeydi bollari. Ko'rdik naxu sizlarni naxu anaqa nima edi, mehnatlaringni, sizlarning yaxshiliklaringni. Ana unda pogranichnidan o'tasan-ku yoqda. Granitsadan o'tganingda bir tingandan xomaydi o'zbeklarni. Basharanga qo'ttog'imlar biladi. Ko'rdik qozoqlarni qanaqa biladi, yaxshiliklarini. Realida yibanuti millat naxu suka. Sikish kerak u millatni naxu. Realida biladi. Mana men Qozog'istonda bo'lganimda o'zbeklarni bir tingandan xomaydi u yibanlar. Granitsadan o'tganingda avcharkasini naxu menisishi mumkin, lekin o'zbeklarni qo'ttog'im naxu menisimaydi bu gandonlar. Isqirtlar biladi. Realni kim Qozog'istonda ishlasa biladi naxu bir tinga olmaydi o'zbeklarni. Onangni sikaydi bollari. Haqiqatni gapirish kerak. Chunki menga borku mana shu qiyin vaziyatim kunida bironta qozoq, bironta tojik, bironta qirg'iz menga yordam bermayapti. Mana shu kunimgacha o'zbeklar menga yordam berib kelyapti. O'zbeklar. Shunchalik men o'zbeklardan nafratlansam ham, shunchalik o'zbeklarni so'kkanligim tufayli ham itti ular menga yordam qilyapti. Onangni sikaydi bollari. Men o'zbek millatidan minnatdorman. Mana hozir qorakalaring tekinga roltin yeyapti. 7-Eleven'dan mana tekinga roltin menga berishdi.